Assalomu alaykum. Keling endi aynan bugun dasturimizga ovozlarni yozib olish funksiyalarini ham qo'shsak. Demak, bu mukammal darajada virus bo'ladi. Shuning uchun demak keling, aynan men dokumentatsiyadan foydalanaman. Demak, umumiy olganda C# da yoki boshqa dasturlash tilida ham kutubxonalar soni juda ham ko'p. Aynan siz barcha kutubxonani bilishingiz shart emas. Shunchaki kerakli kutubxonani bilib, boshqa kutubxonani topib olib va aynan dokumentatsiyasini o'qishingiz o'zi yetarli bo'ladi. Demak, ushbu silka tashlab beriladi sizlarga. Demak, mana shu silkadan kirib, demak, ovozli yozib olish jarayonlarini boshlaymiz. Demak, bu umumiy olganda N-audio kutubxonasi. Demak, N-audio kutubxonasini aynan using qilib olasizlar, ya'ni chaqirib olasizlar. Demak, buni aynan управление paketi menyugetga o'tib, aynan mana bu yerda N-audio.wav deb yozsanglar agar, demak, mana shu demak kutubxonani yuklab olishlaringizga to'g'ri keladi. Demak, mana bu yerda установить tugmasi chiqadi, o'sha narsani yuklab olishlaringizga to'g'ri keladi. Xo'p, endi keling, aynan men bu yerda button 3 qo'yib qo'yganman. To'g'ri hech qanday dizayn qilmadim, sal keyinroq dizaynini qilib chiqamiz. Demak, bu yerda aynan nima deymiz? Xo'p, aynan mana shu qismni birinchi o'rinda kopirovat qilib shunchaki joylab qo'ysak agar, demak, var output folder deyapti, ya'ni tashqaridagi direktoriya deyapti. pez.combine bu bilan yaxshigina tanishsizlar, demak, mana bu qismdan va environment.get folder deyilyapti, ya'ni muhitdan get folder pez, ya'ni direktoriyani yo'lini ol deyapti va mana bu yerda environment.special folder, ya'ni spesialniy folder qayerda bo'lishi kerak? Desktopda, ya'ni desktopda bo'lishi kerak o'sha folder va qanaqa folder bo'lishi kerak? N-audio degan folder bo'lishi kerak. Ya'ni direktoriya bo'lishi kerak. Ya'ni direktoriya nima desanglar agar, masalan, mana bunaqa shakldagi narsalar direktoriya deb ataladi umumiy olganda. Xo'p, endi aynan mana bu yerda directory.create directory deyilyapti. Ya'ni direktoriya.create directory degani aynan direktoriyani yarat deyilyapti va output folder bunga uzatib berilyapti. Aynan mana bu qismda esa var deyilyapti, output file pez deyapti. Ya'ni tashqaridagi faylni yo'li deyapti va pez.combine output folder va output folderni ichiga recorded.wav deb yozasan. Demak, output folder o'zgaruvchini ichida aynan mana bu N-audio direktoriyasi yaratiladi. Demak, direktoriyani ichida recorded.wav shaklda yozib olingan, demak, ovoz joylanadi. Bundan keyin var capture. Endi capture degani ushlab olish degan ma'noda keladi. Teng new wasapi loopback capture. Aynan mana bu qismda qanaqadir xatolik bo'lyapti. Demak, bunday bosib qo'ysak, не удалось найти тип или имя пространства имен wasapi loopback capture, возможно, отсутствует директива using или ссылка на, demak, anonimiz ketdi, demak, xatoligimiz ketdi, mayli. Va mana bu yerda demak kommentariya sifatida berilgan optionally we can set the capture wave format here etc. Va capture.wave format teng new wave format va 44.116.2. Endi mana bu yerda aytilyaptiki var writer degan o'zgaruvchi ochilyapti-da, teng new wave file writer, ya'ni wave umumiy olganda o'sha ovozlarni yozib olish demak formati bo'lyapti. Output file pez uzatilyapti-da va capture.wave format uzatilyapti. Endi bularda nima xatolik bor? Shularni ko'rib olsak. Demak, здесь output va имеет значение отлично от null deyapti. Ya'ni output file pez bu yerda null qiymatga ega deyapti. Ввести parameter для output file pez. Ya'ni parametr kirgizishimiz kerak. Umumiy olganda tak, optionally we can set the capture wave format here. Demak, aynan mana shu qism bizga shart emas. Umumiy olganda bu qismni o'chirib tashlaymiz. Demak, mana bu qismni o'zi yetarli. Xo'p, demak, nimalar bo'ldi? Demak, var bu variable demak ma'lumot turi bo'lsa agar, output folder demak tashqaridagi direktoriya, ya'ni tashqaridagi direktoriya, o'sha direktoriya demak qayerga saqlanishi kerak? Desktopga saqlanish kerak. Environment to'g'ri, demak kodimiz uzundan uzun bo'lib ketyapti. Bu narsaga unchalik ahamiyat bermaysizlar. O'zidan o'zi demak esda qolishi bu kerak bo'lsa noiloj narsa. Shunchaki demak kerakli joyda kerakli kodlarni ishlatish sizlarning miyalaringizda bo'lsa yetarli hisoblanadi. Demak, pez degani umumiy yo'l, combine degan ma'noda keladi. Environment demak muhit, .get folder pez. Demak,
direktoriyani yo'lini ol, environment.special folder, demak spesialniy folder bo'lishi kerak. Qayerda bo'lishi kerak o'sha narsa? Desktopda bo'lishi kerak, ya'ni рабочий stolda. Xo'p, undan keyin demak qanaqa nom bo'lishi kerak? Demak audio degan nom bo'lishi kerak. directory.create directory bo'lyapti. Ya'ni direktoriya nima edi? Mana bunaqa demak shakldagi fayl edi. Demak create directory, ya'ni yarat, o'sha direktoriyani yarat. Qanaqa direktoriya bo'lsa, output folderning ichida berilgan aynan mana bu qism. Kod aynan tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Demak, keyingi darslarimizdan takomillashtirib chiqamiz ushbu kodni.